Hammaga salom, sizlar bilan Firdaus Metro. Bugun o'zimni rekordimni ko'rsataman. Bostni o'ldirdim. Bostdan 6 bir sumka tushdi. Keratga bordim. Bost tomon loot qilinmagan ekan. Asl loot qildim. Bir ikkita yashik ochib turdim. Pismoni ochdim, pismo tushdi. Keyin yana yashikni ochib turgan paytim oldimga odam kelib qoldi. Bilan ochdim. Ratganim kelgan ekan meni yonimga. Keyin uni o'ldirdim. Qarasam bir dunyo loot bor ekan. Keyin chorniy pismoni ochdim. Bu yerdan ham yaxshi narsalar tushdi. Juda tushmadi. Bitta ham slitik tushmadi pismodan. Pismoni loot qilib bo'lganidan keyin tanka paydo bo'libdi. Tankaga bordim. Tankani o'ldirdim va undan ham bitta guruda chiqishga boraman deb turganda bitta odam muz ustida sakrab o'tirgan ekan. Poyezdning yonidagi kemplarda u yerdan uni o'ldirdim. 6 orужие tushdi. Pulemyot tushdi, Cobra. Keyin ko'p loot tushdi, undan ham sumkamga sig'madi. Broniklar qoldi. Faqat ratkani olib chiqib ketdim o'zim bilan. Shu bilan men o'zimni yangi rekordimni qo'ydim. 6 million metro valyuta olib chiqdim. Obuna bo'linglar, like bosinglar, podpishkada bo'linglar.